videoda TikTok'ga millionlab prosmotr olgan bug va fake videolarni tekshiramiz. 700 tadan ham o'tdik va keyingi maqsadim 1000 ta obunachi bo'lish. Bunga albatta siz yordam berasiz. Pastga tushib obuna bo'lish, subscribe yoki podpisak tugmasini bosib qo'ying va videoga bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Bosdingizmi? Gap yo'q. Qani bo'lsa videoni boshladik. Qani bo'lsa birinchi videoda ko'ra olamiz. Tushungan bo'lsanglar, ikkita narsani yoqib qo'yib, AVMda ikkita odamga otsa bo'larkan, ikkita hit bo'lib karbon. Qani bo'lsa biz ham shuni tekshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib nastroykaga kirib olamiz. Nastroykadan kelsa bu yoqqa kiramiz va pastga tushadigan bo'lsak, shu ikkita anaqa bor ekan va shu ikkitani yoqib qo'yamiz ekan va ikkitani yoqib qo'yib chiqamiz bu yerdan. Endi esa AVMni olamiz, ikkosiga otib ko'ramiz shu yerdan. Ko'rishinglar mumkin, ikkita odamga hit deydi, ikkosiga ham karbon deydi. Bu ishlaydi deb o'ylayman menimcha. Bu sizga yoqilgan bo'lsa, demak bu karbon bo'ladi. Va AVMni o'tadigan bo'lsangiz karbon hit deyadi. Bu anaqamiz o'xshadi. Endi esa keyingi bug videoga o'tib olamiz. Keyingi bug videomizda ko'rishimiz mumkin. Yerga bunday tushmang deyapti. Tushsangiz, uje odamlar tushib bo'lgan bo'lyapti. Va siz sekin tushayotgan bo'lyapsiz ekan. Ko'ramiz endi. Bu noto'g'ri tushish ekan va tushganingizda o'lib ketyapsiz ekan. Bu nastroykadan pastga tushib shu ikkita narsani yo'qamiz ekan. Va tushsangiz shunday tez tushasiz ekan. Hammadan birinchi tushib qolasiz ekan. O'xshaydigan bug'ga o'xshayapti. Qani bo'lsa biz ham ketdik. Mana men ham birinchi bo'lib nastroykadan shu ikkita narsani qo'laman. Keyin esa erangelni boshlaymiz. Birinchi bo'lib nastroyga kiramiz va boshqaruvdan 2 o'tamiz ekan. Va tushganimizdan keyin shu ikkita narsani yoqishimiz kerak ekan. Va yoqildi bu ham. Endi esa o'yinga kiramiz. Mana o'yinga ham kirib oldim. Endi esa o'sha parashyutda anaqani ko'ramiz. Qanday tushamiz ekan, tez tushamizmi yoki sekin tushamizmi? Endi esa ketdik. Ko'rishinglar mumkin, chegara o'sha parashyutdan anaqasi chiqdi va uni ezib qo'ydim. Endi esa bu tushamikin tezroq qani ko'ramiz. Ana o'zi olib tushib ketyapti. Men umuman tegmayapman. O'zi olib tushib ketyapti. Umuman tegmasam ham o'zi olib tushib ketar ekan bu. O'zi asli biz belgilagan joygacha maksimalni olib tushishga harakat qilar ekan tez. Shuni bildim. Ko'rishinglar mumkin, umuman tegmayapman, o'zi olib tushib ketyapti. Ham tez olib tushib ketyapti. Bu rostda ham ishlaydigan anaqa ekan. Sizlarga ham tavsiya beraman, shuni ishlatib ko'ringlar. Xo'p, qani bo'lsa keyingi bug videoga o'tamiz. Ko'rib turgan videongiz umuman xato. Buni ishlatadigan bo'lsangiz bekardan chustingizni noto'g'ri qo'ygan bo'lasiz. Bundan ko'ra mening chustimni olganingiz yaxshi yoki o'zingizni chustingiz yoqsa, o'zingizni chustingizda qolarsiz. Buni qilib o'tirmang, maslahat bermayman. Meni chustim kerak bo'lsa, Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Shunday qilib videomiz ham tugadi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kelasi videolarda ko'rishguncha. Bye bye.